Erim kecha mana shu zapisni qo'ygan Instagramga, mana o'zim qo'yib beradim, eshitinglar. Xonaga kirib baqiryapsiz. Ovozingiz suka. Boring chiqib ketding xonadan. Ana xonaga baqir. Uyatmaysiz kelinni xonasiga bostirib kirgani. Dini qisib yursa hech kim kirmaydi sana xonaga. Qisib yuribman. Qisib yuribman. Qo'yna qo'y ba'zini ishingni. Qilyapman. Tualetda tozala, amlatingni qo'ymasdan. Qilyapman, hamma yo'qdi. Shular. Amlatdan sengacha qo'yib tashlaysan suka. Endi ham yo'qolasan suka. Tamaki boramansan, iflosdir. Qarab tur. Mana shu yerda tugagan zapis. Keyin orada erim ismini aytib o'rganim uchun qo'ymadim hammasini. Undan oldin rosa xonaga kirgan. Erjonim, nimaga bu zapisni qo'ymoqchi bo'ldingiz? O'zingizcha aybni menga og'darmoqchi bo'ldingizmi hozir? Sizni dadangizni qilgan ishlari hech narsa emas, men aybdorman, a? Mana bu уже men qilgan zapis. Haqiqatdan ham yo'qotgim kelmayapti sizni. Haqiqatdan ham sevaman. Yo'qotgim kelmayapti. Sevgan odam hamma narsani qiladi. Nazlo, ты что, не знаешь? Sevaman. Ota-onangizni ham ko'rgim kelmayapti. O'chirib qo'yayotganim sababi ismini aytib o'rganman erimni. Uyalmaysizmi o'g'lingizdan, ana qarindoshlaringizdan deganman-da. Endi hozir mana yana bitta savol mashta aytib ketayda, odamlar yozib ketinglar. Erim meni aybdor qilyapti. Kecha aytyapti, "Men seni yomon ko'raman" deb ism so'zyapti kech payt. Men sizni sevaman, Qo'chqor aka. Menga shunaqa rashk qilmaydigan erlar yoqadi. Men sizni sevaman. Yomon ko'rsangiz. Endi odamlar aytinglar, meni ish qilmasligim yo erim o'ynagani bir tomonmi, yo qaynatamni qilgan ishi bir tomonmi? Men aybdormanmi hozir mana shuncha ishga o'ynaganiga ham, qaynatamni qilganligiga ham men aybdormanmi? Ha, keyin yana bitta narsa aytib olay. Erimni himoya qilayotgan erimdan yosh katta ayollar diqqatiga. Meni kim himoya qilayotgan bo'lsa, har bitta protsesga 5 milliondan 10 million to'laganman. Bilolinglar. Ana boshida 1 million berib, keyin ag'iga uxlamagansiz-ku, dalsha ololmaysizlar. Bu gapni menga qaynatam aytgan, necha pul berganini. O'tirganimizda mana shuncha berdik, mana shunchasini keyin beramiz deb. Pul ololmaysiz. Yo sizni ham asalim jonim qilyaptimi? Uchmayman bu gaplarga. Hatto ham obro'si to'kilib qoladi-da odamda. Arzon ekan, arzon himoya qiluvchi ekan deb o'ylab qolishadi. Endi yana o'zlaring bilasizlar. Ha, keyin Erjonim ana dadangiz o'rtog'ingiz oldiga boribdi-yu, nimaga meni kelinimga kommentariy yozyapsan deb borgan ekan. Keyin sizni chaqiribdi. Dadangni oldida saqib qo'yaman desa kelib, "Ha, o'zi xotinim jinni o'pib qolgan" degan ekan. "Sen nima deyapsan? Eshitdim, hamma yo'qdi" degan ekan o'rtog'ingiz. "Ha, endi dadam yaxshi ko'rib qopsa xotinimni, nima deysan endi qo'yib-o'tibsiz-ku, tanobsiz-ku, dadangiz yaxshi ko'rib qolganini meni. Endi siz 200lamachi bo'lmangda, yo dadangiz tomon bo'ling, yo men tomon bo'ling, yo вообще betaraf bo'ling, iltimos sizdan. Shuncha paytdan beri qaynota kelindi nima urush muammo janjaliga indamay tomosha qilib turdingiz. Dalchi tomosha qilib turing jimgina. Qanaqa zapisingiz bo'lsa, menga tashlab bersangiz, o'zim ommaga olib chiqaman kerakli narsalarni. Kerak emaslarni ham siz xohlaganlarni ham olib chiqaveraman. Ha, o'rtog'ingiz oldiga borib o'tirmaymi? Aytib beribsan deb. O'rtog'ingizni eshitganmi yo boshqa odamdan eshitdim. Qo'shnilar ham telefon qilyapti. Bo'ptimi, agar o'rtog'ingiz oldiga borsangiz yana aytib chiqaman. Menga povod bo'ladi, boravering. Mana hozirlarga qo'yib berayotgan zapislarini erim eshitgan hammasini. Nima? Jalablar o'qishmaydi, lekin qo'rqoq so'radi. To'g'rimi? Nima demoqchi hozir bilan? Yo'q, yo'qshadim. Siz boshqachasiz. Nima demoqchi hozir? Nimaga sen meni o'qishing kerak emas? Bo'lmasam kelma, meni o'qib oling. Qanaqa biron narsa qilib meni ham ishontir, meni ishontirmasdan Turkiyani gaplashishga qanaqa qilib ketadi? Men ishontirishim kerak ekan, bu bilan yotishim kerak ekan, keyin borib arizani olar ekan. Menda dahuya zapislar, dahuya. Hech kim qaramadi. Davlatda ham daxldor qilishmadi, psixologik ezga. Tushunishlari uchun mana sudda oldi, viloyat sudi Farg'onada video qilyapman. Necha kundan beri yo'qman. O'sha stressga tushdim. Nima qilishni bilmayman. Ergashev Bekzodda bo'ldi sudimiz, apellyatsiyaga berganman. Kamaytirib beringlar, menga shtraf qo'yib berdi. Mana shuncha 25 baravar qo'yib berdi shtraf. Meni 2 yosh bolam bor. Men o'zim yolg'iz yashayman. Meni ota-onam haydab borgan. Nimaga sudimiz nima sabab bo'ldi? Sudimizga tushishlaring uchun meni erim yo'q, tushuntirish uchun erimni gapiryapman. Ajrashib ketganman erim bilan qonuniy.
Sudimiz qaynatam menga sevgi izhor qilib, tinmasdan psixologik bosim o'tkazgan. Men bilan yashab, men bilan yot, yomon gaplar gapirib, o'g'lini impotentligini aytib, mana shunaqa qilganda sudda prokuror aytdi erimga, sobiq erimga aytdi, "Sen nima fikrdasan?" dedi. "Menga baribir" dedi. "Qanday unga baribir bo'ladi? Mana xo'p ajrashdik, baribir bo'pti, tinch qo'ysam bo'ladimi?" 2025-yil 18 fevralda uydan qochib ketganman. O'shandan beri 102 bo'laveradi. Erim jabrlanuvchi bo'lib kirib olgan. Nimani ichiga, sudda devor ichiga jabrlanuvchi bo'lib kirib olgan. Nimaga dayus deganman men? Nimaga dayus deganman? Qaynatamga gapirganman. Sen o'g'ling dayus rashk qilmaydi hech kimdan deganman. Zapislari bor. Birinchi namozini zapis qilib olishgan. Birinchi marta men ma'muriy javobgarlikdan o'tganman 41dan. Nimaga? Tuhmat qilyapsan deyishgan. Ota bola kirib tuhmat qilyapti degan Hazrat Xudov Lazizda bo'lgan Marg'ilon shaharida. Nimaga Marg'ilon shaharida sudyalar unaqa? Bitta Hazrat Xudov Lazizda xatosini deb shunaqa bo'ldi. Mana hozir tuhmat bo'yicha statsiya qo'yilmadi. Men prokuraturaga telefon qildim 10:07 ga. Telefon qilib aytdim shunaqa bo'ldi desam, unga qo'yib berishmadimi? Shilqimligi bo'yicha birorta statsiya dedi. Mana kechagi apellyatsiya sudida prokurorga baqiryapti, sansirab, "Naq qo'ysam, mana qilasan, men jabrlanuvchiman" deb to'palang qilyapti-da. Sudyalarga baqiryapti. Ergashev Bekzod hech narsa degani yo'q, hech nima qilmadi. Shunday yo'q, o'zgarishsiz qoladi dedi. Sizlar o'ylamanglar, puli ko'p bu qizni deb kimgadir yordam berayotgan bo'lsam, o'zimni nimamdan yordam beryapman, ahvolimdan kelib chiqib, pulidan qo'ya degani emas-ku. Uning zashto to'lashim kerak, shuni davlatga kamaytirib ber dedim. Qanday qaynatamga hech qanaqa statsiya yo'q. Unga ham qo'yib berdi. Xo'p, 25 barobar ikkalalaringga bir xil dedim. Meni bolam bor, meni ota-onam mana shu ishlar bo'lgani uchun boshini ko'tarolmay haydavor uydan men bolam bilan, kichkina 2 yosh bolam bilan arendada turaman. Meni uyim yo'q. Men necha marta aytyapman videolarda. Uy olishim kerak. Uyim yo'q deb. Qanday odam shunaqa qiladi? Marg'ilon prokuraturasiga necha marta bordim. Qaranglar, men bitta iflos deb qo'ygan so'zimga jinoyat yo'q, tugadi, apellyatsiya bo'ldi, o'zgarishsiz qoladi, to'laysizlar, oilaviy muammolarni o'zing hal qil dedi. Men prokuraturaga necha marta bordim, Marg'ilonnikiga. Qaranglar, bitta iflos deb qo'ygan so'zimga jinoyat ishi qo'zg'atishding dedim. Endi men ham so'kinaman-da, qanday menga qaynatam sevgi izhor qiladi, tegajonlik qilmoqchi bo'ladi. Erimga baribir-da, sanlar Marg'ilon prokuraturasi. Men davlat xoini basidim. Yo'q, qaynatangiz prokuraturadan kelib qo'zg'atgan, uni yopolmaymiz dedi. Xo'p, yopma, shuni jinoyat ishi qo'zg'atish kerak emas-ku. O'zimizda viloyat prokuraturaga bordim, Farg'onaga. Azam aka degan aka bor ekan, prokuror yordamchisi, ani qabulda turadi. U ham hamayli qo'yavering, Shohabos aka ham chaqiradi prokuraturadan. Hamayli qo'yavering, tuhmat basdi bu, tuhmat bas. Xo'p, bir marta o'tdim ma'muriydan. Tuhmat qilganim yo'q edi hech kimga. Mana isbotlab berdim-ku, zapislari bor edi. Hech kim qo'ymadi bunga. Qanday Marg'ilonga men kelin bo'lganman. Nimaga Marg'ilonliklar bunaqa? Meni qaynam bo'lmagan. Turmushga chiqayotganda bitta o'g'ilga tegaman men. Uni singlisi, opa-ukasi yo'q. Men erimga necha marta aytdim. Ma'muriydan o'tganimdan keyin ham isbotim, dalillarim yo'qligi uchun birga yashab qoldik erim bilan. Yarashib. Keyin isbotlab berdim. Erim dadasini ham urdi. To'xtamayapti qaynatam, to'xtamayapti. Qo'lini lezalab tashladi. Nimaga xotinimga unaqa deding? Nimaga unaqa qilyapsan deb. Menga qaynatam tegib qo'ygan yo'q, yotib qo'ygan joyim yo'q qaynatam bilan. U ham tegib qo'yguncha men ham o'tirmayman. Kerak bo'lsa urganman ham, itarib yuborganman ham. Mana shu uchastkovoy Husan, Batstroydiki, Yangiobod MFY'niki. Men shu odam yurib, men unga nima qildim? Oilaviy masala edi-yu, sen nimaga mana shunaqa qilishadi? Marg'ilon prokuraturasiga necha marta bordim. Yo'q, siz Farg'onalik ekansiz, Farg'onaga boring deydi. Viloyat prokuraturasiga esa Marg'ilonda bo'lgan ish Marg'ilonga bor deydi. Nima, men kichkina qizchani mana shunaqa qilyapsizlar? Men 2000-yil qizman. Katta bir qiz bo'lsam ham, o'sha 26 ga kirgan bo'lsam ham, meni bolam bor. Men yangi Farg'onada unaqa erta erga berishmaydi. Men hayotda endi ko'rayotgan qiz edim. Men umuman
Marg'ilonni ichki ishlaridan, prokuraturasidan, hammasidan noroziman. Marg'ilon sudyasi ham Hazratqulov Lazizdan вообще noroziman. Marg'ilonga kelin bo'ldi degani kelinni itdek xor qilib, u gapirsa ishonmasdan xolagan gapini gapirish kerak degani emas. Qaynotasi yotaman deb ana erga baribir bo'lib, prokuror necha marta so'radi, nima deysan dedi. Mana shu holatga dadam bilan xotiningni olib kelsan dedi. Menga baribir deyapti. Necha marta urganman, 102 qilib aybi, 102 qilib shuni ekspertizadan o'tib chiqarmagani ma'muriydan. Bir marta o'tgan xolos 59/2059 shu statiyadan bir marta o'tgan xolos erim. Necha marta urgan, eshikni qulflab qo'yishar edi meni chiqarmasdan. Men o'zim ko'rinishimdan shaddod shu qizman. O'zi aslida ham shunaqaman, lekin ikkita erkakni ichiga tushib ikkita erkak vajohat bilan sizlarga mana sudda kecha to'palin janjal qilib baqiryapti hammaga. Bo'ldi. Mana erim jabrlanuvchi bo'lib, delani ichiga kirib olgan. O'zi ish qaynatam bilan meni ishim ko'rilganda borib 50 million manaviy zararga beryapti. Yo'q, xo'p, 50 millionni davlat ham tupoy emas. Asqarovda bo'lyapti sudimiz, fuqarolik sudida 2 marta kelmadi. 50 millionni undirib qo'ymaydi. Bolam bor, unga aqlim yetib turibdi, lekin qisman qanoatlantirishi mumkin. Umuman rad etsa ham, mendan 1 million, 2 million ham undirib olmoqchi bo'lyapti-da. Erim, qanday bu odam shu dadasi menga shilqimlik qilib sevgisi xorla qiladi, yotmoqchi bo'ladi-da, jabrlanuvchi bo'lib kirib mashaq qiladi. Qanday odamni miyasiga sig'adi? Marg'ilonliklar nimaga indamaydi bunaqa odamlarga? Umuman Marg'ilonliklar ham, umuman ichki ishlar ham men tushunmadim. Hammalaringdan noroziman. Hozir esimga kelmayapti. Hamma militsiyalarning ismi, hammalaringning ismlarini aytib chiqaman. Viloyat prokuraturasi ham hammalaring. O'zi hayotim shunaqa bo'lgan. O'zi aslida sen o'zing o'zsan, bu sen ochiq kiyinasan. Men erkatoy qizcha edim, Farg'onani qizi edim. Hamma yaxshi bo'lib ketardim, hamma yo'qda. Haydov edim-da, bo'ldi. Men ular bilan yashamayman. Ajrashdim, o'zim davlat boji to'lam. Nimaga aytyapman? Pul to'laganimni ben shundan qutulay deb ajrashdim. Tushunyapsizlarmi? Bolani olaman deb qancha harakat qildi. Advokat oldim, o'sha pulim tugadi. 5 milliondan 10 million to'laganman advokatga. Har bitta ishiga 5 milliondan to'laganman. Pulim qolmadi. Endi qolmagandan keyin meni mana shunaqa qilib siqish kerakmi? Advokati yo'q, buni himoya qiladigan hech kim yo'q deb. Meni uyim yo'q, tushunyapsizlarmi? Gap uyim yo'qligida emas, ijarada turaman. Men qanday hozir to'layman shu shtraflaringni? Qaynota kelinga bir xil qilib shtraf qo'yib beryapsan. Meni yosh bolam bor, ayol kishi men inobatga olmaydimi shu erga